Salom, qadrli talabalar, mana bugun tiydik chiqaruv tizimining zararlanish semiotikasi bilan tanishamiz. Ya'ni bolalarda qanday klinik belgilar buyrak kasalliklarini ko'rsatib berishi haqida bugun suhbatlashamiz. Demak, birinchi shikoyatlardan boshlaymiz. Asosiy shikoyatlar va qo'shimcha shikoyatlar bo'ladi. Asosiy shikoyatlar bel sohasidagi og'riq, siydik chiqarish tizimining buzilishi, siydik rangining o'zgarishi, shish, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, yurak urishi, yurak sohasidagi og'riq, qon bosimining oshishi va isitma bu asosiy kasalliklar belgilariga kiradi. Qo'shimcha shikoyatlarga terining qichishishi, ko'ngil aynishi, qusish, og'izdan karbamid hidi kelishi, teridagi qon quyilishlar yoki qon ketishlar, ko'rish qobiliyatining pasayishi. Og'riq. Shikoyatlarda eshitganimizda quyidagi og'riq haqida so'raymiz va quyidagi og'riq haqida qo'shimcha savollar berishimiz kerak. Og'riqning lokalizatsiyasi, og'riqning tarqalishi, xarakteri, davomiyligi, yuzaga kelish shartlari, ularga nima hamrohlik qilishi, ular qayerdan paydo bo'lishi. Og'riq, bel sohasidagi og'riq, qov usti sohasidagi og'riq, siydik chiqarishdagi og'riq, siydik yo'lidagi achishish. Ya'ni siydikni chiqarayotgandagi og'riq bo'lishi mumkin yoki siyib bo'lgandan keyin og'riq bo'lishi mumkin. Bel sohasidagi og'riq, simillovchi og'riqlar nimani bildiradi? Glomerulonefrit, surunkali pielonefritlarda. Belning pastki qismining bir tomonida o'tkir uzoq davom etadigan og'riq, yurak infarkti holatida. Bel sohasidagi paroksizmal juda kuchli og'riq siydik yo'li bo'ylab chov sohasiga tarqaladi. Bu buyrak kolikasi deb ataladi. Bel sohasidagi kuchli doimiy og'riq qovurg'a yoyiga tarqaladi. Bu periferik to'qimalarning yallig'lanish holatida bo'ladi. Buyrak kolikasi asosan buyrak tosh kasalligida bo'ladi. Qov ustidagi og'riq bu siydik tufayli kasalliklarda uchraydi. Siydik chiqarish kanalida siydik chiqarish paytida og'riq va yonish, ya'ni og'riqligini yonganga o'xshab achishtirib og'risa, bu siydik chiqarish kanalining yallig'lanishi bilan birga kechadi. Siydik chiqarish tizimining buzilishi yoki siydik sindromi deb ataladi. Siydik simptomokompleks siydik sindromi deyiladi. Ularga poliuriya, oliguriya, anuriya, nokturiya, pollakiuriya va ishuriya kiradi. Poliuriya kunlik siydik miqdorining 2 litrdan ortiqqa ko'payishi bilan kechadi. Bunda buyrakdan kelib chiqishi buyrak yetishmovchiligi holatida, buyrakdan tashqari kelib chiqishi diuretiklar qabul qilganda yoki ko'p suyuqlik ichish, shish, qandli kasalliklarda bo'ladi, qand kasalligida. Oliguriya siydik chiqarish hajmining kuniga 500 millilitrdan kamayishi, buyrakka bog'liq o'tkir glomerulonefrit nefrotik sindromda, buyrakdan tashqarida suyuqlik cheklangan miqdorda qabul qilish, ko'p terlash, qusish, diareya, yurak yetishmovchiligida. Anuriya siydik chiqarishning to'liq to'xtashi yoki kunlik siydik chiqarish hajmining 100 millilitrdan kamligi aytiladi. Bular o'tkir buyrak yetishmovchiligi, siydik yo'llarini tosh yoki o'sma bilan tiqilib qolishida bu mumkin bo'ladi. Nokturiya bu tungi diurezning kunduzgi diurezga nisbatan ustunligi, poliuriya bilan birgalikda surunkali buyrak yetishmovchiligining belgisi bo'lishi mumkin. Pollakiuriya tez-tez siyish va stranguriya og'riqli siyish birgalikda dizurik kasalliklar deb ataladi. Bu siydik yo'llar infeksiyasi, siydik chiqishning to'sqinlik qilishi yoki siydik yo'ldan toshning o'tishi bilan kuzatiladi. Ishuriya siydikni ushlab qolish, bemor siydik pufagini bo'shata olmaganda sodir bo'ladi. Siydik rangining o'zgarishi siydik go'sht laxtasi rangida yoki qizil qon bilan, glomerulonefrit siydik tosh kasalligi buyrak o'smasi bilan bo'ladi. Och sariq, deyarli rangsizda poliuriyada bo'ladi. Loyqa, leykotsitlar, shilimshiq qon aralashmasi tufayli bo'ladi. Keyin naya deb chaqirdi-da. Ketdim. Ha, bo'ldi. Shishlar. Buyrak shishi dastlab ertalab yuzda, ko'z qovoqlarida va ko'zlar ostida paydo bo'ladi.
Keyinchalik u ko'pincha boldirlarda tarqalishi mumkin. Ba'zan anasarka va bo'shliqlarga, qorin, plevra, perikard bo'shlig'iga suyuqlik to'planishiga olib keladi. Bu terining oqarishi bilan birga keladi. Buyrak ishi ko'pincha suvsimon, yumshoq va harakatchan bo'ladi. Shish ko'pincha sekin-asta rivojlanadi, lekin o'tkir va to'satdan paydo bo'lishi ham mumkin. Bu esa butun tananing birdaniga shishib ketishiga olib keladi. Kishilar odatda birlashtiradi va bir-biri bilan birlashib chanqoqlikdan shikoyat qilish va diurezning pasayishi bilan sodir bo'ladi. Bosh og'rig'i, bosh aylanishi, yurakda og'riq, yurak urishi, nafas qisilishi. Bosh og'rig'i, demak, bu yerda ko'proq glomerulonefrit, qon bosimini, ayniqsa diastolik bosimni baland bo'lishi, bu yerda arterial gipertenziya, buyrak kasalliklarida bo'lishi bu odatiy hol hisoblanadi. Isitma. Buyrak va siydik yo'llari yallig'lanish kasalliklarida pielonefrit, paranefrit, sistit, uretritda uchraydi. Oshish sabablari harorat bo'lishi, sil kasalligida ham bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda anamnez, ya'ni tibbiy tarixda nima qiladi? Kasallik va quyidagilar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib chiqish kerak. Demak, gipotermiya, oldingi infeksiyalar, streptokokli infeksiyalar, tanzilit, qizilcha, otit, pnevmoniya, infeksion endokardit, gepatit B va C viruslar. Allergik reaksiyalardan keyingi holat bo'lishi mumkin. Dorilarning ta'siri: penitsilin, epilepsiyaga qarshi dorilar, oltin preparatlari, sulfonilamidlar, ba'zi antibiotiklar, og'riq qoldiruvchi dorilar ichganmi? Bularni so'rashimiz kerak. Quyidagilarga e'tibor berishimiz kerak. O'tmishda dizurik hodisalarni mavjud bo'lganmi? Tosh tiqilganmi? Sababsiz isitma bo'lganmi? Qon bosimi oshib turadimi? Boshqa guruh qonini quyish bo'lganmi? Bu narsalar haqida kuchayish sabablarini, ularning chastotalarini, klinik ko'rinishlarini, davolash usullarini, tekshiruvlarni aniqlashga harakat qilishimiz kerak. Hayot anamnezi. Bu yerda emlashlar o'z vaqtida olganmi? Reumatoid artrit, tizimli qizil yugurik kasalliklar bilan og'riganmi? Qandli diabet, yuringli kasalliklar, sil kasalligi, jinsiy a'zo kasalliklar bilan og'riganmi? Ish sharoitlari: namlik, sovuq, shamol. Kasbiy xavflarning mavjudligi: og'ir metallar, simob, qo'rg'oshin, mis bilan ishlash. Yashash sharoitlari, ya'ni oilasida buyrak anomaliyalari bo'lganmi? Allergik tarix muhim ahamiyatga ega. Tekshirganda bemorning ahvoliga e'tibor beramiz. Qoniqarli, o'rtacha, og'ir, juda og'ir bo'lishi mumkin. Ya'ni uremik komada. Ong, hushsiz holatda, bu ham uremik komada bo'ladi. Gemodializ olayotgan bemorlarda ba'zan psixoz yoki demensiyaning bir turi kuzatiladi. Til tishlashi bilan birga qisqa muddatli tutqanoqlar ham bo'ladi buyrak eklampsiyalarida. Bemor holati passiv, faol, tez-tez holatni o'zgartirish buyrak sanchig'i bilan, majburiy holat, shikastlangan tomondagi oyoqni nima qiladi? Oyoq esa jo'loqlanib yurishga harakat qiladi. Shishlar, glomerulonefrit, nefron bilan bo'ladi. Terining oqarishi, anemiya bo'lmagan taqdirda ham oqarib ketadi va bu yerda quruqlik, teri ozgina sarg'ish, yashil rangga bo'yalishi bo'lishi mumkin. Terida tirnalish izlari, surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan, gemorragik toshmalar, buyrak yetishmovchiligi bilan quruq qoplangan karash bo'ladi. Qorin bo'shlig'ini tekshirganda ba'zida asimetriyani ko'rish mumkin. Kistalarda, gidronefroz, katta buyrak o'smasida. Buyrak va siydik pufagi sohasini tekshirganda bel sohasidagi shish, paranefrit bo'lishi mumkin. Qov sohasida bo'rtib chiqish, qovuqning toshib ketishi bilan, ya'ni to'lib ketishini ko'rishimiz mumkin. CDni chiqara olmaydigan ishurik holatlarda, demak, bu yerda qovuq toshib ketadi, ya'ni to'lib ketadi. Buyraklarni palpatsiya qilish qanday bo'ladi? Bimanual bo'lishi mumkin. Albatta bimanual qilamiz, chunki biz bir qo'limiz bilan buyrakka tirgak bo'lmasak, ikkinchi qo'limiz bilan buyrakni paypaslolmaymiz. Normada paypaslanmaydi buyrak, lekin agar buyrak kattalashsa, qo'limizga tegishi mumkin. Biz buyrakni paypaslaganda faqat qirg'oqlariga qo'limiz tegadi va shundan xulosa qilamiz. O'ng buyrakni paypaslashda o'ng qo'lni bukilgan barmoqlari qovurg'a yoyiga,
To'g'ri qorin mushaklarning yon tomoniga, chap qo'l esa bel sohasi ostiga qo'yiladi. Nafas chiqarayotganda o'ng qo'l asta-sekin qorin bo'shlig'iga kiritiladi va chapga yaqinlashadi va ta'minlagan qo'l bel sohasidagi bosim bilan ichkariga itariladi va bu yerda chuqur kirgizib turib o'ng qo'l barmoqlarini sirpantiradi va buyraklarni paypaslanadi. Chap buyrak ham xuddi shunday paypaslanadi. Demak, tikka turgan holatda bu ham palpatsiya qilish mumkin. Palpatsiya qilganimizda xuddi yotgan holatdagiga o'xshagan palpatsiya qilinadi. Botkin tebratuvchi palpatsiyasi kattalashgan va harakatchan buyrakni aniqlash uchun aksial semizlik, meteorizm holatlarida palpatsiya usuli qo'llaniladi. Bunda qo'llarni holati chuqur palpatsiya bilan bir xil, chap qo'l bilan bel sohasiga tez-tez itarishlar qo'llaniladi. Ular buyrakka uzatiladi va o'ng qo'l kaftiga yaqinlashtirilib, barmoqlarga uriladi va yana uzoqlashtiriladi. Demak, bu tebratuvchi palpatsiya deyiladi. Bolani iloji boricha tikka turgan holatda qilsak osonroq bo'ladi. Buyraklarni palpatsiya qilishda sog'lom odamda harakatchan bo'lishi mumkin, ularni palpatsiya qilish mumkin. Kattalashgan yoki haddan tashqari harakatchan bo'lsa qilamiz, lekin sog'lom odamda buyrak paypaslanmaydi. Buyrak prolapsi. Birinchi darajada buyrakning pastki qutbining 1,5dan ortiq bel umurtqasiga to'g'ri kelishi buyrakning faqat pastki qutbi paypaslanadi. Ikkinchi darajada buyrakning pastki qutbi 2dan ortiq umurtqaga prolapsi, butun buyrak palpatsiya qilinadi. Uchinchi darajada buyrak pastki qutbining 3dan ortiq umurtqaga prolapsi, buyrak paypaslanadi va turli yo'nalishlarda erkin harakatlanadi. Bu sayr qiluvchi buyrak simptomi deyiladi. Buyrak pastga tushib qolgan holatlarni palpatsiya qilish. Siydik chiqarish yo'llari bo'ylab palpatsiya. Siydik chiqarish kanallarini qorin oldi devoriga proyeksiyasi tashqi rectus abdominis mushaklarini kindik chizig'i va pektineal chiziq bilan kesishmasiga joylashgan bo'ladi. Mana bu yerda ko'ryapmiz. Oldi tarafdan mana bu qorinda to'g'ri chizig'i, qorin to'g'ri mushagi yon tomonda bu yerda siydik chiqarish kanallarini paypaslash kerak bo'ladi. Demak, siydik tufagini qanday palpatsiya qilamiz? Kichkina bolalarda siydik tufagi palpatsiya qilinmaydi, chunki ular ushlab tura olmaganligi uchun siyib borishadi. Kichkina katta odamlarda esa iloji boricha siydik tufagini bo'shatilgan holatda yoki to'lgan holatda palpatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Tufakni palpatsiya qilish asosan kindik sohasidan boshlab pastki harakat bilan tebranuvchi holatda qilinadi. Perkussiya. Perkussiya qilishni iloji yo'q, chunki ular old tomonidan ichak qovuzloqlari bilan qoplangan bo'lib, ular timpanik tovush chiqaradi. Pasternatskiy simptomi, ya'ni tuklatib ko'rish. Bunda chap qo'l 12-qovurg'a sohasidagi belni pastki qismiga uzunlamasiga qo'yiladi va o'ng qo'lning chekkasi bilan qisqa yumshoq zarbalar qo'llaniladi. Og'riqning paydo bo'lishi Pasternatskiy belgisi ijobiy belgisi deyiladi. Bu belgi pielonefrit, paranefrit va siydik tosh kasalligi bilan og'rigan bemorlarda ijobiy bo'ladi va ayniqsa agar biz tuklatib ko'rganimizda bemor siydigida leykositlar yoki boshqa shakl elementlarida ko'payishi kuzatiladi. Ovoq perkussiyasi, ya'ni to'la siydik tufagi tufayli pubis ustida aniqlash mumkin. Perkussiya kindikdan pastda o'rta chiziq bo'ylab plesimetr barmog'i oldingi o'rta chiziqqa perpendikulyar joylashgan holatda amalga oshiriladi. Auskultatsiya. Nefrologik kasalliklarga chalingan barcha bemorlarda yuqori qon bosimi bo'lganlarga asimetrik puls aniqlanganda buyrakning, shuningdek buyrak tomirlarining qorin auskultatsiyasi o'tkazilishi kerak. Buyrak arteriya stenozi yoki bu sohada aorta shikastlanishi holatlarida buyrak sohasida sistolik shovqin aniqlanishi mumkin. Qo'shimcha tekshirish usullari. Umumiy siydik tahlili. Siydikda hosil bo'lgan elementlar, buyrakning funksional holatini o'rganish usullari, siydikni bakteriologik tekshirish, biokimyoviy qon tekshiruvi, rentgen,
endoskopik tadqiqot, buyraklarni ultratovush tekshiruvi, radioizotop tadqiqot, buyrak biopsiyasi va oftalmoskopiya. Umumiy siydik tahlili. Siydikning fizik xususiyatlari, kimyoviy xossalari siydik cho'kmasini mikroskopik tekshirishlar bilan qilinadi. Fizik xususiyatlariga siydik rangi, ya'ni siydik turli xil rangda bo'lishi mumkin. Pivo rangida, bemor sariqlikka uchraganda pivo rangiga kiradi. Go'sht laxtalari rangida glomerulonefrit bilan, qizil rangda siydikda yangi qon borligini belgisi bu buyrak sanchig'i tosh ko'chganda bo'ladi. Pushti rangda lavlagi yeyotganda, aspirin qabul qilayotganda bo'ladi. To'q sariq rang sabzi iste'mol qilganda, furadanin, furagen, rifampitsin bilan davolanganda. To'q jigarrang metronidazol bilan davolanish paytida bo'ladi. O'ta tiniq bo'lishi bu ko'proq siydikda tuzlar, hujayra elementlar, bakteriya shilimshiq yoki yog'ning mavjudligidan kelib chiqishi mumkin. Siydik toniq bo'ladi, xira bo'lsa shunaqa holatda kelib chiqadi. Fizik xususiyatlari hidi, ammoniak hidi tez tipda bo'ladi. Siydikni uzoq vaqt turishi bilan mevali aseton hid diabet uchun bo'ladi. O'ziga xos hidi bo'ladi, lekin siydiydi. Zichlik kunduzi 1005 dan 1028 gacha o'zgarishi mumkin. Sog'lom odamlarda ertalabda zichlik 1020 dan 1026 ni tashkil qiladi. Zichlikning pasayishi yetishmovchilik, buyrak yetishmovchiligida va diabetda bo'lishi mumkin. Yuqori zichlik glyukoza tufayli diabetda. Kimyoviy xususiyatlar reaksiyasi, ya'ni siydik reaksiyasi iste'mol holanadi. Ya'ni bu yerda ishqoriy siydik reaksiyasi qusish va surunkali siydik yo'llar infeksiyalarida sodir bo'lsa, kislotali bo'lishi qandli diabet, buyrak yetishmovchiligi holatlarda, atsidoz kabi holatlarda bo'ladi. Oqsil odatda aniqlanmaydi. Proteinuriya qachonki glomerulonefrit, buyrak yetishmovchiligi, buyrak amiloidozda sodir bo'ladi. Buyrakdan tashqari proteinuriya oqsil siydik va jinsiy yo'llardan keladi. Funksional proteinuriya jismoniy zo'riqish, isitma, qizib ketish, gipotermiya, oqsilga boy ovqatlarni iste'mol qilish paytida sodir bo'ladi. Glyukoza odatda yo'q. Fiziologik glyukozuriya ko'p miqdorda uglevodlarni iste'mol qilishda, hissiy stressda, dori-darmonlarda, kofein, kortikosteroid gormonlarida ichishda bo'ladi. Patologik glyukozuriya qandli diabet, tireotoksikoz, Itsenga Kushin kasalligida qondagi glyukoza konsentratsiyasi 9,9 millimoldan litrdan yuqori bo'ladi. Siydikning kimyoviy xususiyatlaridan keton tanachalari o'zi aslida yo'q. Ketonuriya diabet kasalligida va ochlikda bo'ladi. Bilirubin odatda siydiyda yo'q. Bilirubin agar siydiyda chiqsa, to'g'ridan to'g'ri bilirubin ko'payganini bildiradi. Urabilin odatda yo'q. Urabilinuriya jigar kasalliklarida, gepatit, sirroz, gemolitik anemiya va ichak kasalliklarida sodir bo'ladi. Eritritlar odatda yo'q. Qizil qon tanachalari mikrogematuriya mikroskopda aniqlansa, makrogematuriya qizil qon tanachalari shunday ko'zimiz bilan aniqlansa aytiladi. Eritritlar asosan yangi bo'lishi mumkin va bu siydik yo'llardan kelib chiqadi. Gematuriya buyrak patologiyasida paydo bo'ladi. Glomerulonefrit siydik yo'llaridagi tosh o'sma kasalligida bo'ladi. Leykositlar odatda erkaklarda har bir ko'rish maydonida bitta, ikkita, ayollarda 5 tagacha bo'ladi. Oq qon hujayralar sonining ko'payishi leykosituriya, piuriya bu asosan buyrak va siydik kasalliklari, sir kasalligiga xos. Silindrlar odatda siydiyda yo'q. Agar silindrlar bo'lsa, bu yerda gialin qoldiqlari har qanday joyda aniqlanishi mumkin, buyrak patologiyalari bo'lsa. Mumsimon gialinlar asosan jiddiy shikastlanishni ko'rsatadi. Granulali silindrlar distrofik jarayonlarni ko'rsatadi. Siydik cho'kmasini mikroskop tekshiruv epitelial hujayralar, yassi epiteliy odatda 0,3 bo'ladi. Agar uni ko'payishi siydik a'zolaridan siydikda diagnostik qimmatga ega emas. O'tish davri epiteliysi odatda bitta ko'rish maydonida bitta hujayra bo'ladi. Buyrak epiteliysi odatda yo'q.
og'ir glomerul nitritda toksik jarayonlarda paydo bo'ladi. Sidik cho'kmasining mikroskopik tekshiruvi balg'am, ya'ni shilimshiq odatda yo'q bo'ladi. Agar shilimshiq bo'ladigan bo'lsa, sidik kasalliklarini, sidik chiqarish yo'llarida patologiya bo'lsa, yallig'lanish bo'lsa paydo bo'ladi. Sidik cho'kmasi tuz kislotalari, bu yerda oksalatlar, fosfatlar, urat, ammoniylar, ko'p miqdorda tuzlar tosh hosil bo'lishiga olib keladi. Demak, siydikdagi hosil bo'lgan elementlarni miqdoriy tahlil qilish usullari. Adis-Kakovskiy. Siydik 10 soat davomida yig'iladi. Siydikning kunlik hajmidagi hosil bo'lgan elementlar soni hisoblanadi. Ichiparenka. Tashqi jinsiy a'zolar yaxshilab tozalanib, yuvilib, o'rta qismida 10 ml toza quruq bankaga yig'amiz va 1 ml siydikda hosil bo'lgan elementlar sonini aniqlaymiz. Odatda 1 ml siydik tarkibida eritrotsitlar 1000 gacha, leykositlar 2000-4000 gacha bo'ladi. Sinetskiy. Siydik kun davomida har 3 soatda yig'iladi, jami 8 porsiya. Kunduzgi va tungi diurez nisbati va nisbiy zichlik baholanadi. Asosan gipostenuriya buyraklar diqqatini jamlash qobiliyati o'rtacha darajada buzilishi bilan, ya'ni buyraklarda patologiya bo'lsa, gipostenuriya, izostenuriya bu asosan nisbiy zichlikning 1009 va 1011 oralig'ida tebranishlari bilan paydo bo'ladi. Reberg sinamasi siydik 2 soat davomida yig'iladi va qorin ochiq qoringa venadan olinadi. Soat 6da bemor hojatxonaga siydik chiqaradi, 2 stakan suv ichadi. Soat 7da siydikning birinchi qismi, so'ngra kreatinlovchi venoz qon olinadi. Soat 8da bemor siydikning ikkinchi qismini oladi. Asosan bu yerda filtratsiya tezligi aniqlanadi. Odatda 8-120 ml minut bo'ladi. Bakterial tekshirish bu asosan ekish deyiladi. Siydikni bakterial tekshirishda 1 ml siydikda 50 mingta bakteriya chiqishi kerak bo'ladi. Bakteriya teng yoki undan ko'p 100 mingdan oshiq bo'lsa, bu yallig'lanish mavjudligini bildiradi. Biokimyoviy tekshirishda kreatinin 44-97 millimol, erkaklarda 88-132 mikromol litrni tashkil qiladi. Karbamid 2,5-8,3 millimol litrni tashkil qiladi. Rentgen tekshiruvlar bu yerda urografiya, biografiya, tomografiya, magnit rezonans tomografiya, sistografiya, retrograd sistografiya. Ya'ni urografiya. Bu yerda soyalarni aniqlash va o'sha rentgen orqali tekshirish. Ekskretor urografiya. Buyrak tomonidan chiqariladigan yod tutgan kontrast modda orqali vena ichiga yuboriladi va bir qator rentgen nurlari oldida uni tekshiriladi. Retrograd biografiya. Bu asosan kontrast modda buyrak ichiga sistoskop orqali siydik chiqarish kanali kateterlar yordamida yuboriladi. Kontrast modda vena ichiga yuborishga qarshi ko'rsatmalar mavjud bo'lganda, ekskretor urografiyadan olingan ma'lumot aniq bo'lmagan taqdirda amalga oshiriladi. Kompyuter tomografiyasi. Bu usul ayniqsa buyrakning katta hajmdagi shikastlanishlarni tekshirishda juda muhimdir. Magnit rezonans tomografiya. Bu ham judayam kerakli ma'lumotlarni berishga yordam beradi. Sistografiya. Pastga tushadigan sistografiya bu ekskretor urografiya payti siydik tufagini kechiktirilgan tasviri. Demak, retrograd sistografiya 10-20% kontrast eritma bilan siydik tufagiga kateter joylashtiramiz va uni keyingi tasvirlarini olamiz. Endoskop, sistoskopiya. Siydik tufagini shilliq qavatini sistoskop orqali tekshiramiz va u yerda poliplar bor yoki yo'qligini aniqlaymiz. Xromosistoskopiya. Bu yerda tomir ichiga indigo-karmin degan moddani jo'natamiz va 4-7 minut uni nima qilamiz, tekshiramiz.
buyrakni ajratish funksiyasini tekshirish uchun imkon beradi. Ultratovush tekshiruv judayam muhim va bu yerda u hamma ko'proq bizga ma'lumotlarni ko'proq ultratovush tekshirishi ham beradi. Radioizotop tadqiqot buyraklarni sekretor ajratuvchi funksiyasini baholash uchun ishlatiladi. Buyraklarni dinamik statik ssintigrafiya skanerlash ham vena ichiga moddalardan radioaktiv nurlanish keltirib chiqadigan radiodiagnostik preparat orqali aniqlanadi. Qabul qilingan ma'lumotlar kompyuterda maxsus ishlov berishdan o'tadi va statik yoki dinamik tasvir sifatida ko'rsatiladi. Kistalar yoki o'smalar. Biopsiya. Ko'proq biopsiya qilganda buyrak to'qimasidan namuna olinadi va bunda uni turli xil kasalliklarga tekshiriladi. Oftalmoskopiya yoki ko'z tubini tekshirish. Demak, bu yerda retinopatiyalar bo'lsa, ko'zni tubida aniqlanadi. Pielonefrit. Bu buyrak pelvisi parenximasini o'ziga xos bo'lmagan bir tomonlama ikki tomonlama bakteriya yallig'lanishi bo'lib, tubulointerstitsial asosan zarar yetkaziladi. Bakterial vositalar, ya'ni sidik yo'l infeksiyasidan kelib chiqadi. Proescherichia coli, enterokoklar, proteus, pseudomonas aeruginosa, klebsiella bilan stafilokoklar bilan keltiriladi. Xavf omili urodinamik kasalliklar, venoz pielopapillyar reflukslar, keng va kalta uretra, buyrak distopiyasi, nefroptoz, urolitioz. Tasniflash. Mavzu bo'yicha bir tomonlama yoki ikki tomonlama, kelib chiqishi bo'yicha birlamchi, ikkilamchi, ketishiga ko'ra o'tkir surunkali, infeksiyaning kirish yo'llari bo'yicha gematogen, urogenital. Klinikasi o'tkir pielonefrit, yuqori isitma va titroq, 25-30% hollarda tez-tez og'riqli seyish, qon ustidagi og'riq. Mana sizlar bilan qadrli talabalar, bu sidik chiqarish a'zolari simptomatikasi, klinikasi va pielonefrit bilan qisman tanishib chiqdik. Bu ma'lumotlar sizlarni yanada chuqurroq o'rganishingizga undaydi va sidik yo'llari kasalliklariga tashxis qo'yishda sizga juda katta yordam beradi.